Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga axlatxonada bitgan guldan ehtiyot bo'ling deganlar. Ashob axlatxonada bitgan gul qanday bo'ladi ya Rasululloh deb so'radilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Yomon muhitda, islomiy tarbiyadan uzoq, axloqsiz bir oilada yetishgan ayol qiz olinayotganida oilasining dini va axloqi, yashash tarzi yaxshi o'rganilishi kerak. Albatta, qo'ni-qo'shnilarning aytganlariga e'tiborga olinadi. Lekin qo'shnining ham har xili bo'ladi. Bu ishda ko'rinish chiroyli qo'shnilardan emas, balki dini, axloqi go'zal odamlardan so'raladi. Qiz beruvchi ham kuyovning dini, axloqini bilish shart. Yaxshi surishtirmasdan to'ydan keyin kuyov badaxloq ekan, kuyov giyohvand ekan deb vavoyla aytishdan foydasi yo'q. Surishtirishda yolg'on ishlatilmaslik kerak. Aybi bor, ammo to'ydan keyin tuzatib olar deb aldash islomga juda zid. Umuman islomga yolg'on ishlatib bo'lmaydi. Ammo 2 yoshning taqdiri hal qilinayotganda bunga alohida diqqat qilish kerak. Bu o'tkinchi imtihon dunyosida baxt kishiga hadeb kulib boqavermaydi. Birovning oti bo'lsa, aravasi yo'q. Aravasi borning oti yo'q. Oila baxti ham shunday. Bugun xotin o'zini g'oyatda baxtiyor his etadi. Ertaga esa aksi. Oila baxtini bir daraxtga qiyos etsak, uning 2 o'q ildizi bo'ladi. Biri erning fazilatidan, ikkinchisi xotinning xislatlaridan suv ichadi. Agar bu barobarlik yo'qolsa, ma'sudlik daraxtning umri qisqa bo'lib qolishi mumkin. Shu bois oila baxtini ta'minlashda erning mas'uliyatini yana qayta ta'kidlab bir rivoyatni eslab o'taman. Bir yigit go'zal va oqila qizga oshiq bo'lib qoldi. Qizning ham unda ko'ngli bor edi. Unashtirib qo'ydilar. Ammo to'ydan avval qiz xastalikka chalindi. Yuzlariga chechakka o'xshagan nimadir toshib ketdi. Tabiblar uning chorasini qila olmadilar. Oqibatda qiz avvalgi go'zalligini yo'qotdi va yigitga turmushga chiqish ahdidan qaytdi. O'zini dunyodan yolg'iz o'tishga hukm qildi. Ittifoqi yigit ham kasallikka chalinib, bir necha kun qimirlamay yotdi. Keyin oyoqqa turdi-yu, biroq ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. Yigit qizga uylanish ahdidan qaytmadi. Qiz ham noiloj ko'ndi. Ikkovlari shu tarzda ancha yil baxtiyor umr ko'rdilar. Vaqt soat kelib, ayol vafot etdi. Uning janozasidan keyin erning ko'zlari ko'r emasligi ma'lum bo'ldi. Bir rivoyatdan murod oila baxti uchun er ham fidoya bo'lmog'i kerak.